Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Qirg'izistonliklar. Mana bugun 20-iyul 2021-yil Alloh subhanahu va taoloning butun mo'min musulmonlarga nasib qilgan Qurbon hayit bayramini nasib qildi. Alhamdulillah. Hammalaringizni mana shu bayramlar bilan muborak etaman. Alloh subhanahu va taolo hammalaringizni mana shu bayramlarda muborak qilib, ahli oilangiz, qarindosh urug'laringiz bilan, mahalla qavm, jamoat do'stlaringiz bilan eson-omon o'tkazib, Alloh subhanahu va taoloning roziligini olib, ko'p xayr sadaqa, xayr ihsonlarni qilib, yetim yesirlarni, muhtojlarni ham esdan chiqarmasdan ularni ham ziyorat qilib, ko'p savob olishlikka Alloh subhanahu va taolo nasib etsin. Alhamdulillah, Alloh taolo mana shunday Qirg'iziston mamlakatimizga bo'lgan o'zining ne'matini sochib, o'zini islom va din degan boylig'ini bizga berib, mana shunday dinda mustahkamot etilishligiga Alloh taolodan duo qilib qolamiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizni mana shu kunlarda qilgan ibodatlarimizni, qilgan duolarimizni, qilgan yaxshi ezgu amal harakatlarimizga Alloh taolo baraka bersin. Butun Qirg'iziston xalqiga, butun yer yuzidagi mo'min musulmonlarni Alloh subhanahu va taolo o'z panohida asrasin. Mamlakatlarimizni va butun yer yuzida bo'layotgan har xil bugungi kunda pandemiya, mana shu bo'layotgan kasal, vabo kasalliklardan Alloh subhanahu va taolo o'zi saqlasin va bizni bilib-bilib qilgan gunohlarimizni kechirsin. Alloh subhanahu va taolo mana shu Qurbon hayit bayramlarida o'zimizni ham va o'zimizdan tashqari yana yetim yesirlarni, muhtojlarni ham haqqini berishlikka va musulmonlarni yaxshilikka, ibodatlikka, iymonlikka, insonlikka chaqiradigan bayram. Alloh subhanahu va taolo mana shu bayramni har birimizga nasib qilganiga alhamdulillah. Qancha insonlar bugungi kunda bu kunlarga niyat qilishdi, lekin yetib kelisha olmadi. Duo qilishdi, duolar ham qabul bo'lib, mana bugungi kunda bizni ham ota-onalarimiz orqali, aka-ukalarimiz orqali qilgan bir-birimiz haqqimizga qilgan duolarimiz orqali Alloh subhanahu va taolo umrimizga baraka berib, bugungi kunda mana shu Qurbon hayit bayramini namozini o'qib olishga muyassar etdi. Alhamdulillah. Albatta, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonning quroli duo degandek, butun yer yuzi musulmonlarga, qolaversa Qirg'iziston ahliga, musulmonlarimizga, xalqimizga duo qilib qolamiz. Alloh subhanahu va taolo tinchlikdan, omonlikdan saqlasin. Alloh subhanahu va taolo Qirg'iziston mamlakatidagi har bir millat vakillarini, har bir yashovchilarini, har bir mamlakatimizda xizmat qilayotgan insonlarni o'z panohida saqlasin. Alloh subhanahu va taolo nasib qilayotgan ishlarimizga xayr baraka bersin. Alloh subhanahu va taolo kelasi yil yana mana shu 2022-yil Qurbon hayitlariga hammamizni eson-omon yetishligimizga Alloh taolo muyassar etsin. Mana shu Qirg'iziston Qo'shshoq qishlog'ining Muhammadiya masjidining jamoatidan biz sizlarni tabriklaymiz. Alloh sizlarga sihat, salomatlik, omonlik, tinchlik va osoyishtalik nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Qirg'izistonliklar, hurmatli mekandashim, hurmatli zamondoshlar, amansizlar va tinsizlar va mana bugun 20-iyul 2021-yil hayit namoz bo'lgan Qurbon bayram namozlarini o'qib oldik. Alhamdulillah, Alloh taologa maqtovlar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo ushul kunlarda bardingizga ma'ri qilib, uy-buloqingizga, bola chaqangiz bilan, do'st og'ayni, tug'an urug'lar bilan, mahalla, qavm, bir tug'anlaringiz bilan, ayildoshlaringiz bilan, mekandoshlaringiz bilan eson-omon o'tkazib olishingizga Alloh taolo kuchli bersin. Elimizga, yurtimizga omonchilik, din sog'likchilik, tinchlik, omonligini olib kelib turgan bayramlardan bo'lsin. Biz Qo'shshoq elining Muhammadiya masjid jamoatidan bütün Qirg'iziston elining musulmonlarini Alloh subhanahu va taoloni roziligi uchun sizlarga din sog'lik, chin iymon, ixloslik, islomlik qalb qilamiz. Alloh subhanahu va taolo shunday bo'lgan hozirgi butkul dunyo yuzida qoptagan ushul pandemiya deyizmi, koronavirus deyizmi, shunday balo qirsiqdan butun el yuzida qolaversa, butkul dunyo yuzidagi mo'min musulmonlarni Alloh subhanahu va taolo o'zi saqlasin. Har doim amonchilikda, esenchilikda yo'lishishga Alloh taolodan duo qilib so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.